Birinchiligidan 15500 dan joy chiqib qoldi. Qarang. Adresni tushuntiraman. Bet ATP bo'ladi. Toshmi postdan 307 km kirganingizda, bu yoqda mehnatdan 3,5 km kirganingizda qarang. Birinchiligini juda ham chiroyli lokatsiya, biznes qilsangiz ham bo'ladi, bu yerda kottej qurib foydalansangiz ham bo'ladi. Qarang, parkovочный zona qilib qo'yasiz. Mana bu yerga juda ham katta zaxvati bor old tarafda. Fasad 17,5 ga 67,5 bo'ladi. Endi bu yerda yashab turishibdi. Xudo xolasa kiraverar ekanmiz, bismillah. Bu yerda xonalar qurib qo'yishgan, bu yerda o'zi istiqomat qilib turishadi. Ichkariga 67,5 bo'ladi. Endi narxini 15500 dollardan qo'yib yubordik. Sotig'ini bemalol talash tortish egalari bilan suhbat qilish imkoniyatingiz bor. Mana ko'rasiz, xonadonni ko'rasiz, juda ham katta holatda, bu yerga 5 ta 6 ta kottej qurish imkoniyati bor. O'zlaridan, egalaridan shu joyni olish xohlasanglar, raqamlarni qoldirib qo'yamiz. Qo'ng'iroq qilib, tezkor sotuv barakasini qilishingiz mumkin. Dokument, xat, hujjatlardan umuman muammo yo'q deb aytdilar. Bu yerda svet, suv, gaz bor ekan. Endi birinchilikni juda ham top yo'l lokatsiya hisoblanadi. Raqam qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib barakasini qilishinglar.